turadi-yu. Shunaqa, shuni yo'qotmagin dedi. Ana olib do'stim manaqa joylarga kelib qoldim. Mana videoga bitta siz uchun video qilyapman, boshqalar uchun o'tirish uchun, sherzod uchun emas. Bitta do'stim siz uchun qilyapman bu videoni. So'zlaring ko'pmayligini. Ana Xivadagi qal'ani одно и то же bir xil Xivadagi bilan. Hozir tog'larni tagida. Doniyor do'stim. Bunaqa manzara ko'rganmisiz? Ana olib May 2026-yil Xo'jand shahrining markaziy bog'idamiz. Xo'jand shahriga asos solgan odamni nomiga qo'yilgan ekan. Bolalarni ko'rdik. Mana umumiy panorama. Lekin tojiklar молодец gullarni ekishdi, вообще qoyil qilishib olibdi. Bu yerda shuni e'tibor berdim, har bitta stalvada shunaqa kolonkada hojicha milliy qo'shiqlar aytishar ekan. Hamma joyda stalvalarda shunaqa громкоговорительlar bor ekan. Shu toqqa chiqib ketamiz hozir. Dars. Hali onu köprüden hammaga alangali salom. Hozir Guanzhou'damiz. Guanzhou'dan alangali salom hammaga, tanishlarga. Hozir shu tog'lar ko'rsatib, shu tog'ga nariyoqqa ketamiz. Xitoy tepasiga. Shu Tibetda dedilar. Hozir qo'rqinchlarga yuramiz. Bu yo'lda qo'rqib qaytishib kelishadi. Необычный narsa ko'rib qoldim. Texnologiya. Ayron shunaqa muzda tushtirar ekan. Uchoq qatdan bitta material, o'sha temasi olarman. Ustuna edi. Haqiqatda hammasi ana do'stim uchun da bu. Doniyorga do'stim bugun 4-may 26-yil mana ertalabdan yana bu aylanishni boshladi. Endi aeroport tomonlarga ketyapmiz. Gullarni ko'rib, terminallar. Вообще классно. May 26-yil hozir biz dushanba aeroportdan Anqaraga manzaralar ko'rsatyapmiz. Yangi qurilgan